Talabalik davri, orzular davri 2026-yildagi eng katta maqsadingiz nima? Xuddi shu savol yuzasidan so'rovnoma o'tkazamiz. 2026-yildagi eng katta maqsadingiz nima? Eng katta maqsadimmi? Ota-onamni umraga jo'natish. 26-yilga maqsadlar juda ko'p. Eng muhimini aytgan. Eng muhimi inglizdan IELTS sertifikat olish. Bundan tashqari bu yangi yilda kiradigan o'quvchilarim bor, imtihonga o'shalar hammasi sertifikat olish. 2026-yildagi eng katta maqsadimiz, oldimizga qo'yilgan maqsadimiz, demak, dotsentlik ilmiy unvonini olish, dotsentlik ilmiy unvoniga erishish va doktorlik dissertatsiyasi DSK-ni muvaffaqiyatli himoya qilish. 2026-yilda avvalo aprel oyida bo'ladigan turk tili imtihonida sertifikatni qo'lga kiritmoqchiman, inshaalloh. Magistraturaga kirish niyat ham bor. Magistraturaga topshirish. 2026-yilda xudo xohlasa o'qishni a'lo bahoga yopib, sertifikatdan ham yuqori natijalarni qo'lga kiritib, magistraturaga albatta grant asosida kirish eng asosiy katta maqsadimdan biri. Eng katta maqsadim o'zbek adabiyoti, o'zbek she'rvashunosligi bo'yicha yangi okeanlarni, yangi oshirilmagan qirralarni kashf etish, turk adabiyoti, o'zbek adabiyoti ijodkorlarini asarlarini tadqiq etish. Shu bo'yicha kitobxonlik birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda siz qachon o'qiysiz loyihasi? Shu. O'zimning maqsadimga kelsak, Misrga borish. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.